Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi arishan qo'ziqochqo'larimiz sotiladi. Arishan qo'ziqochqo'larimiz tan joni sog' holatda yeb ichib turgan. Xudo xohlasa zotga olaman degan insonlarimiz zo'r holatda. Qo'ylarimiz juda ham go'zal holatda, maqtasa arziydigan qo'ylarimiz. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Manzilimiz Namangan shahar. Dastlabki xizmatlarni kelishilgan holatda qilib beramiz. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, xudo xohlasa telefon orqali aloqaga chiqsangiz, xudo xohlasa narx-navo hamma narsani kelishtirib beramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi bitta Tianshan, bitta Arashan, ikkita Adilboy qo'ziqochqo'larimiz sotiladi. So'ragan insonlarimizga narx-navosini kelishilgan holatda telefon raqamlarini qoldiramiz. Manzilimiz Namangan shahar. Dastlabki xizmatlarni kelishilgan holatda qilib beramiz. Olgan insonlarimiz baraka topsin. Tianshan ham juda ham go'zal holatda turibdi. Arashanni bitta zotga so'ragan insonlarga xudo xohlasa ikkita Adilboy, bitta boqmachiga sotsak, xudo xohlasa narx-navosini kelishilgan holatda olgan insonlarimiz baraka topsin. Xudo xohlasa bizdan xursand bo'lamiz. Manzillarimizga qoldirdik, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi bitta Arashan, bitta Adilboy qo'ziqochqo'larimiz sotiladi. Narx-navosini telefon orqali kelishilgan holatda kelishtirib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, telefon raqamini qoldirganmiz. Nima ma'lumot bo'lsa, xudo xohlasa aloqadamiz. Qo'ylarimiz tan joni sog' holatda yeb ichib turgan, juda ham beg'ubor, go'zal narsalar. Olgan insonlarga baraka topishadi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi toza Arashan ninali qo'ziqochqo'larimiz sotiladi. O'zimizning qo'y fermamizda xudo xohlasa tarbiyalab voyasga yetkazganmiz. Xudo xohlasa bizga ham kelgan, yoshligidan olganmiz, lekin qo'yimiz o'ta ham zo'r, tan joni sog' holatda yeb ichib turdi. Shu yoshgacha xudo xohlasa bir benuqson, xudo xohlasa qo'ziqochqo'ri voyasga yetkazib tarbiyaladik. Xudo xohlasa kim olsa, xudo xohlasa baraka topadi. Mana bundan bu yoqqa qo'y qo'sh mavsumi kelyapti. Qo'yga qo'shadigan insonlarimiz juda ham ko'p telefon qilib aloqaga chiqishyapti. Arishan qo'ziqochqo'ringizdan bizga ham bitta bering, foydalanaylik, biz ham bulardan rezultat olaylik, nasl olaylik deb xudo xohlasa mana qo'ziqochqo'rimiz ilindi. Kimga nasib qilsa, xudo xohlasa olgan insonlarimiz baraka topishadi. Qo'ziqochqo'rimiz yosh oilalari hali 11-12 atrofidagi qo'ziqochqo'rimiz hali tish buzmagan, o'ta ham zo'r holatda turibdi. Bo'ylar 90+, tushlar, peridolar вообще zo'r, moshni kelgan holatda. Xudo xohlasa buni 100 marta, 1000 marta maqtagandan bir marta olib baraka qilib olgan inson baraka topadi. Dastlabki xizmatlarni kelishilgan holatda qilib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Qolgan hamma ma'lumotlarni telefon orqali qilib beramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.